Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun sizlar bilan 7-sinf O'zbekiston tarixi darsligining 30-mavzusi Moron nahrida, ya'ni 14-asr o'rtalarida Moron nahrida ijtimoiy siyosiy vaziyat bilan batafsil tanishamiz. Ya'ni men xuddi shu davrga kelgan og'ir siyosiy vaziyat va Temurning tarix sahnasiga kelishi masalasi bilan batafsil tanishib chiqamiz. 14-asr 50-60-yillarda Moron nahrida 10 ga yaqin mustaqil bekliklar bor edi. Ular markaziy hokimiyatga bo'ysunishmas edi, mustaqil faoliyat yuritar edi. Bilamiz, Chig'atoy ulusi ham ikkiga bo'linib ketgan edi. Faqatgina Mo'g'uliston xonlari Moron nahri mintaqasiga doimiy ravishda hujumlarni amalga oshirar edi. Moron nahridagi davlat esa tarqoqlashib ketgan edi. Ya'ni 10 ga yaqin mustaqil bekliklardan iborat edi. Xuddi shunday tarixiy vaziyat yangi bir kuch, ya'ni dunyo sohibqironlaridan biri Amir Temurni dunyoga keltirdi. Kesh viloyatidagi Xo'jalg'ir qishlog'ida 1336-yil 9-aprelda Amir Temur ibn Amir Tarag'ay ibn Amir Barqul dunyoga keldi. Uning onasi Takina xotun, otasi Amir Tarag'ay edi. Amir Tarag'ay Barlos urug'idan bo'lgan Kesh va Nasaf viloyatlarida o'z mulkiga ega bo'lgan shaxslardan biri bo'lgan. Amir Tarag'ay o'z o'g'lini yoshligidan asadzodaga xos ruhda tarbiyaladi. Keyinchalik esa 7 yoshga to'lganda u madrasaga o'qishni boshladi. 12 yoshda esa u bolalarga xos ermaklardan voz kechib, chavandozlik bilan shug'ullana boshladi. Amir Temur otlarni saylab olish, jang qilish sohalarida mukammal kuchga aylangan edi. Amir Temur faqatgina harbiy sarkarda emas, balki u tibbiyot, matematika, falakkiyot, me'morchilik, tarix ilmida ham chuqur ilmga ega edi. Hattoki Amir Temur bilan yuzma-yuz suhbatda bo'lgan arab faylasufi Ibn Xaldun Amir Temur turk, arab, fors haqlari tarixini chuqur bilgan, diniy, dunyoviy, falsafiy bilan eng murakkab jihatlargacha yaxshi o'zlashtira olgan zot edi deb o'z asarlarida eslaydi. Xuddi mana shunday jarayonda Amir Temur hayotida bir qancha o'zgarishlar ro'y berdi. Ya'ni u sekin-asta o'z harbiy qo'shinlari bilan mahalliy hokimlarga xizmat qilishdan boshlar ekan, uni harbiy mahorati, oliy himmatliligi Qashqadaryo va xususan Keshda uni nomini juda mashhur qildi. Amir Temur dastlab Qozog'onning nabirasi Amir Husaynning singlisi O'ljoy Turkon og'aga, keyinchalik esa O'ljoy Turmush og'aga uylanadi. Va keyingi davrlarda yana bir qancha ayollarni o'z nikohiga olganligini ko'rishimiz mumkin. Aynan O'ljoy Turkon og'aga uylanganligi uni Amir Husayn bilan doimiy ittifoqda bo'lishiga sabablardan biri sifatida ko'rishimiz mumkin. 14-asrning 50-yil oxirida Moron nahrida o'zaro kurash kuchayadi. Mamlakatda parokandalik avjiga chiqadi. Xuddi shu vaqtda To'g'liq Temur 1360-61-yillarda Moron nahriga yurish qiladi. Aynan uning harbiy kuchlari Moron nahrining markaziy shaharlarini yana qayta talay boshlaydi. Xuddi shunday vaqtda Kesh viloyati hukmdori Amir Hoji Barlos Amir Temurning amakisi Xorasonga tomon qochadi. Xuddi shunday vaziyatda Amir Temur 24 yoshda edi va u To'g'liq Temur huzuriga borishni ma'qul topadi. Aynan To'g'liq Temurning yorlig'i bilan u Kesh viloyatining dorug'asi hokimi qilib tayinlaydi. Dorug'a mo'g'ulchada nazoratchi, shahar boshlig'i degan ma'noni anglatadi va aynan u bu hukmdorning noibi sifatida hududni boshqarish, aholidan soliqlarni to'plash, pochta aloqalarini yo'lga qo'yish, soliqlarni yig'ish, to'plangan soliqlarni markazga yuborish vazifasidan shug'ullanuvchi shaxsga nisbatan ishlatilgan atama sanaladi. Temurbek ushbu jarayonni puxta o'ylangan reja 100 ming kishilik qo'shindan afzal deya e'tirof etiladi. Aynan o'sha vaqtda xalqni omon saqlashning yagona yo'llaridan biri ham shu edi. Ammo To'g'liq Temur o'z o'g'li Ilyos Xo'jani Moron nahr hukmdor qilib tayinladi. Bu esa Amir Temur bilan ikkita sarkardaning bir-biriga nisbatan munosabati to'g'ri kelmaydi va ular
bir necha marotaba 1363-yil Qunduz shahri yaqinida, undan keyingi davrlarda esa va bir qancha manzillarda va 1364-yilda esa oxirgi marotaba Ilyosxo'ja va Amir Temur qo'shinlari o'rtasida jiddiy jang bo'ladi. Amir Temur va Ilyosxo'ja o'rtasida doimiy kelishmovchiliklar bo'ldi va 1363-yil Amdani chap sohilda Qunduz shahri yaqinida ilk marotaba ikki dushman bir-biri bilan to'qnashdi. Keyingi yillar davomida ham Ilyosxo'ja, ya'ni Jete lashkarlari bilan Temur o'rtasida bir qancha janglar bo'ldi va 64-yilda Amir Temur ularni Moron nahridan quvib chiqarishga muvaffaq bo'ldi. Afsuski 1365-yil bahorida Ilyosxo'ja Moron nahriga qo'shin tortadi va Toshkent va Chinoz o'rtasida Chirchiq daryosi sohilida Amir Temur va Amir Husaynning birlashgan qo'shinlari va Ilyosxo'ja o'rtasida jang bo'ladi. Aynan bu jang tarixda Loy jangi deb nom oladi. Amir Temur o'sha jangda o'ng qanotda g'olibona harakat qilayotgan bir paytda Amir Husayn o'z qo'shinlari bilan chekinadi. Va bu Ilyosxo'janing qo'li baland kelishiga olib keladi va Ilyosxo'ja tezlikda Xo'jand va Jizzax shaharlarini egallaydi. Samarqand shahri tomon esa qo'shin tortadi. Xuddi shu vaqtda Samarqandda oddiy xalq Sarbadorlar nomi ostida harakat qiladi va Mo'g'ullarga qarshi kurashadi. Aynan aholining o'zi dushmanga qarshi kurashganligi, dushman otlari o'rtasida o'latning tarqalganligi Samarqand qo'zg'olonchining g'alabasiga olib keladi. Aynan xuddi shu davrda Samarqanddagi Sarbadorlar harakatiga Mavlonzoda Samarqandiy, Abu Bakr Kalaviy, Hurdaki Buxoriylar boshchilik qiladi. Ammo bu vaziyatdan xabar topgan Amir Temur va Amir Husayn Samarqandga qarab yo'l oladi 66-yil bahorida va ular Konigil mavzeida ushbu beklar bilan uchrashishga qaror qiladi. Dastlabki kunda ularga izzat ikrom ko'rsatiladi. Afsuski Amir Husaynning buyrug'i bilan Abu Bakr Kalaviy va Hurdaki Buxoriylar qatl etiladi. Ammo Amir Temur Mavlonzoda Samarqandiyni o'rtaga tushib saqlab qoladi. Mana shunday vaziyatda hokimiyat sekin-asta mana shu ikki shaxs qo'liga o'tadi. Amir Temur va Amir Husayn. Va ular o'rtasida ham hokimiyat uchun 1366-70-yillarda bir necha bor to'qnashuvlar ro'y beradi va 1370-yilga kelganda esa butun hokimiyat Amir Temur qo'liga o'tadi. Shu yerda bir qisqacha izoh berib ketmoqchiman. Sarbadorlar harakati 14-asrda Eron va O'rta Osiyo mintaqalarida paydo bo'lgan qo'zg'olon shakli. Sarbadorlar harakati aynan shu hududlarda o'z davlatini ham barpo qilgan. Ayrim manbalarda ushbu davlatni poytaxti Sabzavor shahri degan ma'lumotlar ham keladi. Aynan ulardan o'rnak olgan holda Samarqandda Sarbadorlar harakati vujudga kelganligini ko'rishimiz mumkin. Sarbador so'zi forschadan kelib chiqqan sarbosh, dordor, ya'ni boshini dorga tutganlar degan ma'noni anglatadi. Agar mavzu sizga batafsil tushunarli bo'lgan bo'lsa, e'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi mavzular ko'rishguncha xayr.